Restoranda falon pulga tayyor bo'ladigan taomlardan qolishmaydigan Turkiya millatiga mansub mazali go'zalak manti tayyorlaymiz. Buning uchun bizga 2 dona lavash xamiri kerak bo'ladi. Uni videoda ko'rsatilgandek 3 burchak shaklda kesib olamiz. O'zimizga qulay bo'lgan qalam yoki trubочка yordamida xamirlarimizni o'rab olamiz. O'rash jarayoniga e'tibor bering, faqat xamir uchungina suvlab bir-biriga yopishtirib olamiz. Xamirlarimiz shunaqa qalamcha ko'rinishda bo'lishi kerak. Qizib turgan tovaga qiyma, piyoz, qizil bulg'or hamda qirg'ichdan chiqqan pomidorni solib, tuz bilan yaxshilab aralashtiramiz. Yarim osh qoshiq tomat pastasi va shakarni solamiz. Shakar tomat pastasidagi taxir mazani oladi. Ozgina suv va achchiq qalampir solib taomimizni dimlaymiz. Achchiq yoqtirmasangiz, qalampir solmasangiz ham bo'ladi. Qalamcha shaklda kesib olgan lavash xamirlarimizni qizib turgan yog'da orqa oldin qizartirib qovurib olamiz. Endi bizga suzma kerak bo'ladi. Qirg'ichdan chiqqan bodring, chesnak va oshkoqlarimizni solib aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan massamizni idishga solib, sekin-asta yoyib chiqamiz. Qovurib olgan qalamchalarimizni teng o'rtasidan bo'lib, ishtaha ochar ko'rinishda suzmamiz atrofiga joylab chiqamiz. Pishib tayyor bo'lgan qaylamizni suzma ustiga solamiz va dasturxonga tortamiz. Yoqimli ishtaha!